Biomimetikaga qanaqa kirib keldim? Men O'zbekistondagi biomimetika bo'yicha Aliment Centerda mastership o'qigan ikkitadan bitta stomatolog bo'laman. Ofitsialniy biomimetika bilan 2 yildan beri shug'ullanamiz. Biomimetika o'zi nima? Stomatologiyani oladigan bo'lsak, oxirgi 30 yil davomida adgeziv stomatologiya rivojlanishda davom etyapti, lekin adgeziv stomatologiya qaysidir nuqtada kelib kosmetik stomatologiyada to'xtab qoldi. Biomimetikaning asosiy maqsadi adgeziv sistemani har bitta etapida qilinadigan ishlarni mukammal darajada bajarishga qaratilgan. O'shaning uchun biomimetikaning 4 ta asosiy paradigma bor, ya'ni ustuni. Birinchisi pulp vitality deyiladi, ya'ni nima bo'lgan taqdirda ham agar tish neobratimiy pulpit bo'lmasa, ya'ni chuqur karies yoki obratimiy pulpit bo'lsa, uni tirikligini saqlab qolish va pulpani olmaslik. Ikkinchi asosiy maqsad maximum bone strength deyiladi, ya'ni qo'ygan adgeziv sistemangiz tish to'qimalariga, ayniqsa dentingga maksimal darajada emaldan ham kuchliroq darajada yopishtirish xususiyati. Uchinchi ustuni marginal integrity deyiladi, ya'ni qo'ygan restavratsiyangiz to'g'ridan to'g'ri bo'ladimi, semi direct bo'ladimi yoki indirect bo'ladimi, nepryamoy, uni necha yil o'tgan taqdirda ham dentini ochilib, konstruksiyaning tagida tish chirishiga yo'l qo'ymaslik. Va albatta 4-ustuni bu estetika. Biomimetika so'zi tabiatni mimikriya qilish, ya'ni tabiatga o'xshatish. O'shaning uchun nafaqat estetika, balki o'sha tish to'qimalariga maksimal yaqin kela oladigan maxsus materiallar ishlatishga qaratilgan.